Assalomu alaykum, hurmatli azizlarim. Sizlar bilan anchadan beri uchrashmagandik, gaplashmagandik. Hozir sizlarga eng muhim va judayam o'zlaringizni ehtiyot qilishlaringiz kerak bo'lgan muhit haqida gaplashamiz. Bu 10 oy 20 kun payg'ambarlarga tegishli 12 oyni ichidagi payg'ambarlar bandalariga yaxshiliklarni taqdirga bitadigan kun. 10 oy 20 kun muddat. Bundan tashqari inyan muddatga tegishli Alloh tomonidan 40 chilla shayton bazmiga berilgan muddat bor. Bu 15 dekabrdan 25 yanvargacha kirib keladi. Bu davr ichida ichkilik qilish, shayton bazmi yangi yilni nishonlash mumkin emas. Shu davrda nishonlangan bazm ichkilik ichilgan davralar va hokazolar sodir bo'lsa, insonni albatta taqdirida yomonliklar, ko'rgiliklar, yo'qotishlar va hokazo yomon narsalar bitiladi. Ana bu paytda shu 40 kunda shaytonlar jilovidan chiqqan payti bo'ladi. Ana shuni inobatga olib, yangi yilda o'zlaringizni ehtiyot qilishlaringizni so'ragan bo'lardim.